tío. Fabio è caduto, cioè si è spaccato tutto. Questo è come stiamo adesso fuori la terrazza. I segni della caduta di Calcinacci. La piazza è stata transennata. 31-iyul kuni kechqurun Campi Flegrei supervulqoni kalderasi hududi yana bir bor noodatiy seysmik faollik markaziga aylandi. Mahalliy vaqt bilan soat 19:46 da Italiyaning Pozzuoli shahri yaqinida taxminan 3 kilometr chuqurlikda 4,7 magnitudali zilzila sodir bo'ldi. Bu silkinish kaldera hududida uzluksiz instrumental kuzatuvlar boshlanganidan beri eng kuchlisi bo'ldi. Fortunatamente noi Spaccate troia, bravo. Alle vuoto! Ma non voglio! Sì, no, ma non voglio! Ma non voglio! Mamma mia! Ma non guardate qua! Guardate qua! Eng jiddiy zarar Pozzuoli shahrida qayd etildi. Binolarning fasadlari va karnizlaridan suvoqlar to'kilib tushdi. Yoriqlar paydo bo'ldi. Ayrim uylarda eshiklar qiyshayib ochilmay qoldi. Bir nechta noturar binolar qisman yoki to'liq quladi. Binolar tekshirilgandan so'ng shaharning 300 dan ortiq aholisi evakuatsiya qilindi. Zilzila Neapol shahri va uning atrofidagi hududlarda, shuningdek Ischia va Prochida orollarida ham sezildi. Qo'rqib ketgan aholi binolarni tark etib ko'chalarga chiqdi. Ko'pchilik keyinchalik o'z uylariga qaytishga jur'at qilmadi va tunni ochiq osmon ostida yoki avtomobillarda o'tkazdi. Lo sapevo. Si è scassato tutto, ragazzi. Questa è la condizione di casa mia. Roba è caduta all'angoppo, troppa male. Eng xavfli oqibatlardan biri tuf yonbag'irlarning qulashi bo'ldi. Katta toshlar yo'llar va to'xtab turgan avtomobillar ustiga quladi. Bir nechta mashinalar ezilib ketdi. Mashinalardan birida mo'jizaviy tarzda omon qolishga muvaffaq bo'lgan er-xotin bo'lgan Ma i edi. vigili sono stati chiamati, i vigili del fuoco. Le strade sono in queste condizioni. Transport sohasida ham jiddiy muammolar yuzaga keldi. Pozzuoli portida prichallarga olib boradigan yo'llarda chuqur yoriqlar paydo bo'lgani sababli port faoliyati vaqtincha to'xtatildi. Ischia va Prochida orollarini materik bilan bog'laydigan paromlar va tez yurar kemalarning har kuni amalga oshiriladigan 40 dan ortiq qatnovi bekor qilindi. Neapolda xavfsizlik nuqtai nazaridan temir yo'l va metro liniyalarining bir qismi, shu jumladan tez yurar qatnovlar ham vaqtincha to'xtatildi. Anyano tumanida yuqori kuchlanishli elektr uzatish liniyasi uskunalari shikastlandi. Elektr ta'minotidagi uzilishlar taxminan 100 mingga yaqin iste'molchiga ta'sir qildi. Shundan so'ng elektr ta'minoti zaxira tarmog'i orqali tiklana boshlandi. Quando può dare ripigliare chi da morto? 1-avgust holatiga zilzila oqibatida kamida 26 kishi jarohat oldi. Ulardan 5 nafari shifoxonada qolgan, 2 kishi og'ir ahvolda. Mamma mia. Mintaqadagi seysmik va vulqon faolligi haqidagi rasmiy xabarlarni kuzatib boring. Geologik xavf yuqori bo'lgan hududlarda evakuatsiya yo'llari va favqulodda xizmatlarning ko'rsatmalari bilan oldindan tanishib chiqish muhim. Vaziyatdagi o'zgarishlarga e'tiborli bo'ling va ehtimoliy favqulodda holatlarga tayyor turing.